Assalomu alaykum azizlarim, yaxshimisizlar, tuzimizlar, charchamay yuribsizlarmi? Biz bugun xudo xohlasa nima ovqat qilamizmi yo'qmi deb oxiri kartoshka bilan go'sht qovuradigan bo'ldik. Korotche, oddiy kartoshka bilan go'sht qovurgim kelmayapti, chiroyliroq, dona-dona ko'rgan, yaltirab turadigan qilgim keldi. Xudo xohlasa shunaqa chiqib bersin ham. Kartoshkani bunaqa to'g'rab oldim. Kattalikda. Buni qizim menga mana bunaqa kartoshka qovurib ber dedi. Shunga to'g'rab qo'ydim. Ojon bugun dam olaman, men ovqat qilmayman dedilar. Keyin nima ovqat qilib beray deb so'rasam, erkaklar uydami dedilar. Hadijon ishdalar, ikkita bolalar gapga ketishar ekan dedim. Onda kartoshka bilan go'sht qovurib yuboring dedilar. Xo'p. Mana ko'ryapsizlar bizg'inchini. O'shanga hozir buni tuzlab olaman-da, keyin mamsitaga o'tkazib, buni bu tog'orachaga qo'yib qo'yman, suv to'kilib turadi. Bu yerda men kichkina qozonchamga yog' soldim. Birinchi kartoshkani o'zini chiroyli qilib qovurib olishimga oson bo'lsin deb. Mana tuzlab oldim-da, keyin men stalnoyga qo'yib qo'ydim, suvi anaqa to'kilib turadi. Chirsillab ketmasin. Hozir chunki qaynli-singlim gazlarni yon atrofini hamma yo'ni tozalab oldilar. Mehnatni qadrlagan holatda, kir qilmagan holatda ovqat qilamiz. Xudo xohlasa. Xo'p. Sal yog'im qizib olsin, keyin boshlaymiz buni ham. Xudo xohlasa bugun rayhonli achuchuk qilish niyatim bor. Chiroyli qilib. Mana chiroyli bo'lib biqillab qaynab qovuryapti. Buni alohida idishga olaman. Qizarib chiqsin birinchi. Menimcha bu kartoshka kam deymanmi, bilmasam. Hozir sharoitga qarab qovurilib chiqqandan keyin kam bo'lsa yana qovurib olamiz. Mana oxirgi kartoshkani solib, ujudamni ovqatim pishayotgan bo'lardi-yu. Mana bu yerda shuncha kartoshka. Nimaga hali ham pishmadi desanglar, orada turmush o'rtog'im bilan qizimning qorni ochib qoldi. Ularga salonka qilib kolbasa qovurib berdim. Shu uchun ular ovqatlarni bu yoqqa jo'natgunimgacha men ovqatim kech qolib ketdi. Xo'p, kartoshkani oxirida qovuryapman. Shunda ham hali normalniy vaqt 4:30. Xudoyim bekorga vaqtliroq boshlagan debaptilar. Debapti deyman. Bu oxirgi kartoshka va buni katta qozonga olib go'sht qovuraman. Bu yerda go'sht o'zi qo'y go'shtidan qiling dedilar. Qo'y go'shtini yog'li qismini olib qo'yibman-da. Shu uchun ozgincha muncha bo'lib mol go'sht qo'shib yubordim. Hop. Buni boshqa qozonda qovuraman. Keyin ustidan kartoshka tashab, 4 ta zira tashiyman. Bo'ldi. Ustidan piyozlarni chochaman. Qanaqa piyoz? Oddiy oq piyoz sochmayman. Oq piyozni ajjana to'g'rayman. Ustidan ko'k piyozni sochib, hozir endi bu yerda achuchuk tayyorlayman. Bu xudo xohlasa oxirgi kartoshka. Mana boshqa qozonga olib, yog'ini yarmini qo'yib, yarmini. Go'shtlarimni sovordim. Hozir selaga qovurilyapti o'zini. Kartoshka bu orada o'zimizning soya огородdan qulpini keldi. Faqat juda ham kichkina. Chunki bu o'zi chiqqan qulpini, koreyskiy qulpini. Mehr berib suv bersangiz katta bo'lardi-da. Просто bu yil vaqtligi bo'lmadi uydagilarni. Parnikda o'ziga o'zi pishgan qulpinichalar. Zato dorisiz. Shunaqa. Kelinglar, xo'p. Endi achuchugini boshlaymiz. Bu yerda bu qovurilaveradi. Mana achuchugim ham tayyor bo'lib qoldi. Pomidor 5 tami, 6 ta pomidor to'g'radim. Bitta katta piyoz, ichida yarim dorisi ham bor, qalampir mayda kubik qilib to'g'radim. Bu ustidagi rayhon kam ekan yana. Mana hozir o'tda qaynsinim yuvib beryaptilar. Yana to'g'rab, xushbo'y qilib stolga tortamiz. Qulog'ingizga qistirib olganingizmi? Yo'q, lekin hali o'chirmadim ovozini. Mana bu o'zinim menga jahl qilib o'ziga achuchuk qo'yaptilar. Qalampir solganimga. Hurmat qilmang, men jahl qilmadim, achchig'i yolmayman. Indamay achchig'i yesa bo'ladi hamma qatori. Yo'q, achchiq emas shart bularga. Indamasdan achchiq bor. Qanaqa bo'larkan u indamasdan achchiq yeyish? Mazza bo'ladi. Bular achchiq yeyolmaydi.
zahardekkina. Assalomu alaykum. Yana yomonlab chiqmanglar, salom bermadi deb gapirish niyatim yo'q edi. Urushib ketarkanmanmi? Menga emas ekan YouTube. O'zingiz olib boravering. Qo'ysana. Unaqa tuhmatlar qilib tashamang. O'zing uchun o'layapman. Shu o'sinim yemasin deb zahargina qilib qilganlar. Ko'rdinglar? Men achchiq yeyman. Ko'rdinglar? Qolganlar menga moslashsin. Ana ko'rdinglarmi? Tili bilan dili bittami? E'tibor beradi, orqangizdan gapirish boshqa yo'q. Qo'li bilan bir ekanmi? Qo'llarni yedirib ko'rdilar-da, voy zahar qo'llari ham. Qalampir to'g'ri ekandan keyin zahar bo'ladi-da. Qalampir ham achchiq ekan-da bunda. Ojon, dabro beruvdilar, mana dedim, bu kurtalar. O'zi biluvdim, aytmoqchi edim, menga achchiqsiz qiling deb endi. Siz achchiq yeysiz deb esimda yo'q edi, achchiq sevishingiz. Bo'pti, mayli. Taomingiz so'z qolibdi deydi-yu. Nima? Bu nomeringiz o'tmay qoldi deydi-yu. Ha, mayli. Nima qilardik? O'zing uchun o'ylayapman. Ha, yeb tashlaymiz ertaga. Ertaga ham. Endi sizlarning zaharinglar qolishi mumkin, meniki qolmaydi. Meniki shirin chiqadi. Anaqa kadr ortida bu Husn Jamolni qo'shiq ko'rganinglarda o'sinam shu gapimga. Asal, sizniki ham zaharli asal. Qo'lim achchiq bo'lishi mumkin, lekin tilim achchiq emas, ba'zilarga o'xshab. Aylanib ketdik, ko'rdinglarmi? Shu aytganimdek, tili bilan dili bitta, shuni basharangizga yetib qo'ya qoladi. Shayda. Marikini qarashlab o'lshashibdi-yu. O'qidingizmi? Yo'q. Tili 5 qarich ekan deyishibdi-yu. Ahamiyat bermang. Самое главное kimga ering yo'qsang bo'ldi. Qo'ygani yerimda. Endi chidolmay ketaman-da, yemagan somsam bepul to'lasam. Hayotda ko'p bo'ladi somsalar. Yo'q. Yemagan somsalar. Somsalardan. Uzr. Unaqaga turib bera olmayman. Shu 5 qarich tilim chiqib ketib qoladi. Qozon ochinchi. Qo'lim markali. Ovqatam pishdi. Ojoni kutamiz. Chiqsalar shunday suzib tortib yuboramiz bo'ldi. Gapiring. Assalomu alaykum, dugoshlar, kelin poshshalar. Yaxshimisizlar? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Tuzukmisizlar? Tinchmisizlar? Xonadoninglar ham tinchmi? Mana bugun yakshanba. Hech narsa ish qilmadim, hurmatli dugoshlar. Hammasini kelin poshsha pishirdilar. Bittasi bola qaradi, bittasi kiruvdi, bittasi qanaqa qildi. Nima ovqat qilaydi, mana shuni yegim kelib qoldi. Nima edi? Kartoshka bilan go'sht, qo'y go'shti. Shuni qovurib berdi katta kelin. Kichkina kelin har doimgidek bolaga qaradi. Kecha ham bor edi kichkina kelin. Kecha dam oldi kichkina kelin. So'raga Ishlarimni qilib bo'lib. ishlarni qilib bo'lib dam olganda, lekin biza ish qildik. Kim charchasa kirib dam olaveradi. Bizda unaqa narsa yo'q. Eshitasizlarmi? Ish qilib, ishlarni qilib, endi achut beramiz-da kanaldagilarga. Yana ham bo'lib ko'rib qolishmas. Ha. Shundoq yomon bo'lsa. Siznikilar olib keldimmi? Ha. Qulupniyni maqtanib qo'yib, katta qudam jo'natib yuboribdilar. Bog'larda ozgina bor ekan. Terib qizimni qudam og'zi tegsin deb jo'natib yuboribdilar. Kattakon rahmat. Bizga kim ilinsa, Allohim barakasini bersin, uydagi ro'zg'orini. Hammaga nima deyman? Hozir shu narsalar pishdi-da, endi maza qilib yeydigan payt. Hamma narsani. Bizga yoqimli ishtaha, sizlar ham qilib yeyinglar. Mana hozir dam olib, uxlab chiqib, endi ujin qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Qanaqa fikrlar, qanaqa nima deydi, savollar bo'lsa, bersanglar javob beraveramiz. Har kuni nima gapiramiz deb o'ylaymiz. Shunaqa gaplar. Bizga yoqimli ishtaha, sizlar bilan xayrlashamiz. Har doimgidek like bosinglar, podpiska bo'linglar. Qo'limizdan kelgancha harakat qilamiz sizlar uchun.
nima rolik deydimi, blog deydimi chiqarishga. Hammalarga xayr, sog' bo'linglar.